Ukrayn, Afg'oniston, energiya, transport yo'laklari va xom ashyo. Samarqandda liderlar nimalarni bahs qildilar? Aprel kuni Samarqandda Markaziy Osiyo liderlari va Avropa Ittifoqi rasmiylari ishtirokida 2 xalqaro tadbir o'tkazildi. Samarqand kengashiga qatnashganlar Ukrayn urushidan Afg'onistondagi vaziyatgacha, energiyadan xavfsizlikkacha, transport koridorlaridan xom ashyo sodiratiga bo'lgan mavzularni o'z ichiga olgan nutqlarni bayon qildilar. Ukrayn, Afg'oniston xalqiga insoniy yordam, energiya, toza va yashil energiya, transport koridorlari. Matbuot vakillari Samarqandda liderlardan eng ko'p eshitgan mavzular shular bo'ldi. Markaziy Osiyoning 2 davlati, O'zbekiston va Qozog'iston jamhur raislari o'z nutqida Ukrayn urushini yakunlash bo'yicha tinchlik jarayonlarining boshlanganini olqishladilar. Mintaqaning deyarli barcha jamhur raislari Afg'oniston mavzusiga to'xtaldi, lekin qarash bir-biridan biroz farq qiladi. Avropa Ittifoqi Markaziy Osiyo kengashi protokoliga muvofiq oliy darajadagi rahbarlarni kutib olishdan boshlandi. O'zbekiston jamhur raisi Shavkat Mirziyoyev tadbirda yetakchilik qildi, uni ochib berdi. Mirziyoyev dunyodagi tinchlik haqida gapirarkan, xalqaro hamkorliksiz bunday masalalarni mustaqil hal qilib bo'lmasligini aytdi. Ukrayn atrofidagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralar boshlanganini olqishlaymiz va to'liq qo'llab-quvvatlaymiz, deydi O'zbekiston rahbari. Avropa komissiyasi boshlig'i Ursula von der Leyenga ko'ra, ittifoqning Markaziy Osiyo bilan aloqalari asosan 4 bobda alayda ko'rinadi. Bular transport koridorlari, toza energiya, raqamli bog'liqlik va foydali qazilmalar. Qozog'iston esa Yevropaga tovarlar sodirotini yanada oshirmoqchi. Avropa Ittifoqiga 175 turdagi mahsulotlarni sodir qilyapmiz. Bu 2 milliard dollar degani. Biz yuqori sifatli va bozorda raqobat bardosh tovarlar eksportini yana ko'paytiramiz, deydi jamhur rais Qosim-Jo'mart To'qayev. Qozog'iston Yevropaga hidrokarbon sodir qiluvchi asosiy davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Transkontinental o'zaro bog'liqligini oshirish asosiy vazifamiz. Oxirgi yillarda Transkaspi koridorida Qozog'iston ancha faollashdi. Bu yo'ldan mahsulot olib o'tishimiz 62% ga oshib, 4.5 million tonga yetdi. Mamlakatda milliy strategiya doirasida ish qurilishi, bu esa energetik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur. Yig'inda so'zga chiqqan Jafarov avvalo o'z e'tiborini 31 mart kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston imzolagan chegara kelishuviga qaratdi. Biz 3 tomonlama hujjat imzoladik. Bu esa mintaqa barqarorligi va xavfsizligi uchun katta qadam bo'ldi, deydi. Energiya, turizm, qishloq xo'jaligi sohasida katta loyihalar boshlayapmiz. Davlatimiz katta energetik potensialga ega. Taxminan yiliga 142 milliard kilovatt-soat energiya ishlab chiqara olamiz. Qayta tiklanuvchi energiya va energiya aktiv texnologiyalar bo'yicha Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikdan manfaatdor bo'lamiz. Oxirgi yillarda 18 ta kichkina GES qurdik. Yaqin yillarda esa yana 15 ta qurilishini rejalayapmiz. Jafarov o'z chiqishida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ahamiyatiga yana to'xtaldi. Bu transport koridori bilan masofa qisqaradi. Avropa Ittifoqining transport bog'liqlik tashabbusini va bu uchun 10 milliard yevro ajratilishini olqishlaymiz, deydi jamhur rais. Tojikiston jamhur raisi energiya sohasiga ko'proq e'tibor qaratdi. Xususan hidroenergiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalari mamlakatning keyingi rivoji uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi, deydi Emomali Rahmonov. Yevropa Ittifoqining Janubiy Osiyoga barq uzatish uchun infratuzilma yaratish dasturini qo'llashini biz qadrlaymiz. Xususan Kosay 1000 loyihasini 2037-yilga borib, Tojikiston to'liq 100% yashil davlatga aylanadi. 2032-yilda esa biz barq bilan to'liq qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga ta'minlaymiz. Dengizga chiqa olmaydigan mamlakatlar sifatida biz transport koridorlarini yaratish, rivojlantirish tashabbusini qadrlaymiz. Masalan, Tojikistonning 93% tog'lardan iborat. Jamhur rais Rahmonov so'zining yakuniy qismini deyarli to'liq Afg'onistonga bag'ishladi.
Bu davlatning beqarorlik to'lqini bizga ham sodir bo'lishini aslo istamaymiz, deydi u. Mintaqa liderlaridan oxiri bo'lib Turkmaniston jamhur raisi so'zga chiqdi. Sardor Berdimuhamedov ko'proq urg'uni rasmiy ishqobotning betaraf ekaniga berdi. Biz dunyoga ma'lum tabiiy mavqeiyat bilan hamkorlikka ochiqmiz, deydi jamhur rais. Markaziy Osiyoning xavfsizligi va barqarorligi shubhasiz Afg'onistondagi vaziyat bilan bevosita bog'liq. Bu davlatning iqtisodiyoti beqaror, odamlar og'ir insoniy sharoitlarda yashamoqda. Barcha sohalarda tezkor insoniy yordamga muhtojlar ko'paymoqda. Ayollar va qizlar huquqlari erkinligining bo'g'ilishi ularning kelajagini xavf ostiga qo'ymoqda. Berdimuhamedov u ham Afg'onistonga alohida e'tibor berdi. Afg'oniston xalqi oldida davlat institutlarini, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotni tiklashdek imkoniyat paydo bo'ldi, deydi u. Turkmaniston o'zining tabiiy mavqeiyatidan kelib chiqib ishlashga tayyor. 21-Mart kuni Turkmanistonning abadiy mavqeiyati xususida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori ham qabul qilindi. Biz yangi xavflarga qarshi birlikda kurashishga o'tishni taklif qilamiz. Bular axborot va katta hujumlar, biologik xavfsizlik masalalaridir. Turkmaniston jamhur raisi nutqi davom ettirar ekan, xom ashyo, neft, gaz mahsulotlarini Yevropaga yetkazib berishni taklif qildi. Markaziy Osiyoda Yevropaga taklif qilsa bo'ladigan ko'p narsalar bor. Savdo, iqtisodiy hamkorlik hozir uning effektivlik nuqta nazaridan jiddiy ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan soha. Qayta tiklanuvchi energiya va uning imkoniyatlari bo'yicha dialog boshlash tarafdorimiz. Turkmaniston barq ishlab chiqarishni oshirish va uni Yevropaga yetkazib berishga tayyor, deya qo'shimcha qildi jamhur rais. Yig'in davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshlig'i Adil Rinobasu ham so'zga chiqib fikrlarini bildirdi. Ozgina tanaffusdan so'ng Samarqand iqlim forumi boshlandi. Unda deyarli barcha ishtirokchilar iqlim inqirozi ko'zni yumib bo'lmaydigan haqiqatga gapirishdilar.